Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi savdomiz Sho'mana rayonida bo'ldi. 11:25 28 ot kuchli traktorimizni berdik. Oldi tortmay to'g'on xilin navotir bular. Puliga frezalari bilan birga qo'shib avatirlar. 50 million so'mda hokim yordamchidan chiqargan. Qolganini naq berdingiz, to'g'rimi? Necha so'm berdingizlar naq? 10 million so'm bo'ldimi? 10 million so'm. 10 million so'm naq pul berdi. Qolganini frezasi, puliqlarni qo'shib avatir. 50 million so'm hokim yordamchi orqali kredit chiqadi. Kimga kerak bo'lsa, u ham o'zingizning mahallaga borib hokim yordamchi bilan uchrashsangizlar to'liq ma'lumot beradi. Bular xudo xolasa bu bilan bir kunda 2 gektar yer suraverasizlar bemalol. Qizmaydi, motorlari pompali motori bo'ladi. Bemalol sizning 1 gektar 2 gektar yeringizni surgancha hech qanday muammo chiqarmaydi. Qizib ketib, qaynab ketib degan muammolar bo'lmaydi oldingi safarga traktorlarda. Kunini 1 million so'm deganda o'ynab pul topaverasizlar xudo xolasa. Bo'ladimi? Yoqdimi traktor? Bo'ladi, yoqdi. Ko'ldagidek bo'ldimi? Kevuldagidek so'z. Kelib shudan oling. Traktorlarda ko'ryapsizga jarasin. Ha, ko'ryapsiz hammalarni, ko'rdingiz, to'g'rimi? Ko'rib, tekshirib oldik. Bo'ladi. Sog' bo'ling. Yaqinchilikqa baraka. Azalaqa chiqaverasizlar, traktorlarimiz soni kam qolib boshladi.